Ketdik, Toshkentga ketasan? Olib ketayim. Men yaqin Grensiya borib keldim kechidavling kuni. Dubaychinni kechidavling kuni ketib kecha keldim. Yetmasam? O'zim sevman. Men хотя бы Этот. Grensiyaga borib, dahoy pul sarflab kelganga yarasha. Begodga kirdim. Ertaga birinchi silovmi yoki 31dan qaytadimi? Bir, ertaga bir. Значит, ertadan plan yopishni boshlayman. Ozgina pul ishlayman ham. O'zbekistonga borsam, по-любому o'zim bilan o'zim ovora bo'laman. O'g'limni dokumentlarini qilishim kerak, boshqa qilishim kerak. Efir xuyni ocha olmayman. Yo'ramanda aytib. Этот. Qaysi nomerdasan oxiri? Qaysi edi nomering oxiri? O'sha 5969 dami? Qachon qaytasiz? Balkon nomerim yozaylik, nega kerak deyman. Qachon ketyapsiz O'zbek? Ovqatlanib kelamizmi? O'zbekka ketmayman. Ovqat hozir chiqib yeb kelganman men ko'chadan. Men shu bilan ertalab yeysanmi ovqat? Qoring ochmaydi. Bir kunda bir mahal yeyman, bo'ldi, yetadimi? Молодец. Alaykum salom, qalaysizlar? O'shaning uchun figura ham chiroylisan. Men vez to'plavishni yomon ko'raman, semirib ketishdi. Qorinlar chiqarib, baqa-baqalar chiqarib, voy, страшно. Очень страшно. Sen bitta anaqa figurani normalniy beling kichkina qilish kerak-da. Jijicham тоже хороший. Undan ham nolimayman. Alloh bergan husnni buzsam, Xudoni menga shak keltiradi. Mana u soch ulashlar, Sen efir o'chirmaysanmi hali? kiprik qo'yishlar, hali kiprik qo'ymaganman. Soch ulab, kiprik qo'yishlar hech narsa emas, tirnoq qo'yishlar. Lekin men bu tanaga ozor yetkazish Xudoni qahrini keltiradi. Mana bularni olib tashlasa bo'ladi, sinimat tashlasa bo'ladi. Lekin buni sinimat qilsa bo'ladi, lekin tanani yirtasiz, keyin qo'yasiz yoki bir narsalar qilasiz. Ne хочу, pulim yo'q emas, bor. Pul topaman. Pul 3 kunda topaman mana buni qildiradigan pulni. Lekin vijdonim qiynaladi, o'zim qiynalaman, jonim qiynaladi. Yuragim bor joy bilan o'ynashyapman. Bu menga yomon salbiy, ijobiy ta'sir qiladi deb kim kafolat beradi? Salbiy ta'sir ham qilishi mumkin. Och qornim tinch qulog'im emasmi? Mayli meni sevmasin hech kim, yar o'ziman. Mamasi bor ekan deb sevib yuradiganlar bo'lsa kerak emas. Mana shu mamacham bilan qabul qilsinlar. Mana shu kichkinagina mamacham bilan qabul qilsinlar. Mamachangga sana. Modelchalar ham dajichi, modelchalarning ham mamachasi kichkina bo'ladi. Mana bunaqa ko'ylaklar kiyib oladi. Ochibgina, sekingina ochadi-da. Mana bunaqa qilib yurishadi, bilasizlarmi? Mana shunaqagina bo'ladi, kichkinagina. Mana bunday qilib ko'ylaklarni kiyib, anaqa qilib chiqadi, moda qilib chiqadi, mana bunaqa qilib. To'g'rimi? Qancha modellarni ko'rganman, даже ko'kragi yo'q. Nima uchun ular model? Ular modellikka ko'kragi katta qizlarni olmaydi hech qachon. Ko'kragi kichkina figurachasi, asal bo'ylari uzun qizlarni oladi modellikka. Mamasini katta tortadigan qizlar o'ziga erkaklarni jalb qilish uchun katta tortadi. Bizniki hozir ham chiroyli. Lekin ko'p erkaklar faqat meni sevadi. Qayergadir borsam, masalan, obochinida biron joyga borib o'tirsam, 20 dona erkakdan 15 tasini e'tibori menda bo'ladi. Nimaga atrofimdagi qizlarda bo'lmaydi? Ularning mamalari katta bo'ladi. Ha, shunday deydi.
Sen oyog'ing uzun da bo'ying uzun sen o'shaning uchun.